Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbim tamin bil hayr. Mana bugün Aqsuket qishlog'i Zalinaga uy reklamasiga keldik. 10 sot joyda joylashgan uyimiz. Katta. Bu uyimiz oldida poliklinika bor, maktab bor, maktablar bor. Poliklinika bir dona, maktablar ko'p o'tayam. Ablayxon maktabi bor, Aves maktabi bor, 82 Bahodir Nametov maktabi bor. Yanida bari. Marshrut qatnab turibdi. Sanatoriya bor 5 kilometr arsida. O'ta qulay joyda joylashgan uyimiz. Ko'ringlar, 10 sotlik yer katta joylashgan. Qiz zayn saf qo'yibdi, hali bitmagan. Avlosida o'sындай ağaçlar bor. Озеленение. Varotadan kirgan joyimiz. Varotadan kirasiz. Mana. Esik oldi. Sementlangan. Осылай лестницадан chiqamiz. Бер жақта үлкен веранда. Спальня. Спальняga kirganda o'ng tomonda dush, sanuzel, manzil. 2-3 bilan bir 4-chi xonamiz bu. Beshinchi xonani o'tyapmiz. Vaqtdan ko'chaga chiqsa bo'ladi, havo. Kuhyamiz bu. Bu katta zal ekan. 8 xona. Hurmatli opa-singillar, mana shu ekranda nomerga xabarlasharsizlar. Sizlar uchun 24/7 reklamada biz ekrandagi nomer uyni xazayın nomeri. Sinolarning bari do'g'orni. Varianti ham bor, variantlarga ham ko'nadi, любой variant bo'ladi. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.